Yosh yigitlarimiz va yosh qizlarimiz voyaga yetgandan keyin turmush qurishadi. Bu oddiy hol, hammamiz bu narsani to'g'ri tushunamiz. Keyin yosh yigitlarimiz o'zlariga ayol axtarib qolishadi, oila qurish uchun. Qizlarimiz esa o'ziga turmush o'rtoq axtarib qoladi, oila qurish uchun. Bu tabiiy hol. Hammamiz bilamiz. Lekin shunday bo'ladiki, biz insonlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho beramiz. Kimdirga bo'yi uzun, kimgadir bo'yi kalta, kimgadir semiz, ariq, kimgadir oq, sariq, bug'doyrang har xil insonlar yoqadi. Hammamizga bir xil inson yoqmaydi. Biz ham hammaga yoqa ololmaymiz. Buni hammamiz to'g'ri tushunamiz. Lekin shunday bo'ladiki, biz ko'pincha insonlarni tashqi ko'rinishiga baho berib, ana o'shanda adashib qolamiz. Bizning ko'zlarimiz ham bizni aldashi mumkin. Siz insonlarni tashqi ko'rinishdagi quyoshiga uchasizda, uylanasiz yoki turmushga chiqasiz. Keyin nima bo'ladi? Balkim u yomon ayoldir, balkim u yaxshi erkak emasdir. Keyin faqat uyga yotadi, siz esa uni boqishingizga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa bu ayol hech bir uy ishini qilmaydi, siz buni o'rniga uy ishini qilishga majbur bo'lib qolasiz. Shunday hollar ham bo'ladi-ku. Shuning uchun siz har bir insonni ichki dunyosidagi quyoshiga ahamiyat bering. U sizni isitsin, sizni uyingizni isitsin, qalbingizni isitsin. Uni ichidagi quyoshi shunchalik go'zal bo'lishi kerakki, uni tashqi quyoshi sizga hech aloqasi bo'lmasin. Chunki degana biz tashqi quyoshga uchib, o'zimizni baxtsiz ham qilib qo'yapmiz. Yana siz ko'pincha o'zingizni bolalaringizga, farzandingizga ota-ona izlang. Masalan, yigitlar o'zini farzandiga ona izlasin, qizlar esa o'zini farzandiga ota izlasin. Ana o'shanda ko'rasiz, juda ham baxtli oilalardan biri bo'lasiz.